Hozir yangi bozorga chiqqan necha yuanga setib oladigan dojavldan foydalanib turib, cho'nglardan kichiklargacha hammamiz shundoq yoqtirib yeydigan gambiyan dojav qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chiqim o'rganolasiz, ham tugunish boshlab ketdik. Avval yangidan bozorga chiqqan dojarildan o'zimizning amaliy ahvoliga qarab setib olsak bo'ladi. Mana mush dojalarning hammasi faqat 2 yuanga setib olgan, ba'zi haqiqatan azankan. Dojavning 2-5 yil o'tgandan keyin suvda ravrs yuvilib, cho'ng kichikligini muvofiq qilib suratdagidek mana mushallasi to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ondan qozonga ko'proq miqdorda may qo'yib, mayni ravrs qizitib olgandan keyin dojavni silib, buni birdam zali qilibla suratdagidek mana shunday qaparib paydo bo'lgandan keyin suz bilib yetamiz. Qozonga bak az miqdorda may qo'yib, mayarlash ko'rsatib buni qoraymiz. Bunday qilganda dojav texnik yeyishlik bo'ladi. Arqadan sug'uchilib olgan xo'javni silib, bir necha aralashtirib qo'ygandan keyin zanjibil, so'ng piyoz va ko'proq miqdorda kesganlarni silib, birdam qo'rib buning bizlik purqini to'g'ri chiqarib olgandan keyin bayoz zali qilib bilib olgan dojavni solamiz. Keyinda ko'proq miqdorda kunji chechitib, o'tni besini yuqori qilib, davomli 7-8 aralashtirib qo'rib etib, qo'rimning ta'mini texim yaxshi chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz az miqdorda tuz va cho'ng ustamning vejinsdan az miqdorda va jijinsdan nihoyat az miqdorda solib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngluqi va oila tamoq o'xshatmagan do'stlarimiz cho'ng ustamning testiqlarini sinab baqsanglar bo'ladi. Buni uzoqroq qo'rib, testiqlarni to'liq eritib olgandan keyin nihoyat az miqdorda achchiq suvni qozondan cho'risiga chechibla, yana davomli bir necha aralashtirib qo'ribla taxsiga ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Endi oxirida chiqqan tomoqlarimdan ozroq foydalanish qimmat